bo'yindagi osteoxondroz kasalligi davleniyaga ham oshiradimi, ko'taradimi deb bir bemor savol berdi. Demak, qarangizlar, qisqa lo'nda qilib aytishga harakat qilaman. Bo'yindagi osteoxondroz, bo'yindagi grija, tomirlarni qisilishi va hokazo shunga o'xshagan kasalliklar davleniyani chiqarmaydi. Bu safsata. Nima uchun? Davleniya kasalligi bu tizimli kasallik. Tizimli deganda hamma, mana shu organizmda qanaqa qon tomiri bo'lsa, hammasi shuning ichiga kirib ketadi. Ya'ni sizda deylik, masalan, grija bor deb aytishdi. O'sha grija qon tomirida qisib qo'ydi, shuning uchun davleniya chiqyapti. Bu bor yo'q bitta tomirda qilsa, agar rostdan ham qisgan bo'lsa, qanaqa qilib bo'lmasa butun organizmda davleniya chiqadi. O'zingiz mantiqiy o'ylab ko'rsangiz ham bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Rostdan ham qisqa muddatga chiqishi mumkin, u ham qachon? Agar juda ham kuchli og'riq berib qolsa, o'sha vaqtda, og'riq bergan vaqtda yurak tez uradi va shuning natijasida davleniya ozroq tepaga ko'tariladi. Lekin vaqt o'tgandan keyin, deylik 1 soat, 1,5 soatda og'riq qoldiruvchi dori ichdingiz, davleniya joyiga tushdi. O'sha vaziyatda qisqa chiqqan bo'lsa, osteoxondrozda yoki grijaning ta'siri bor deyish mumkin. Lekin sizda davleniya doimiy 135 ga 40, past 90 ga ko'tariladigan bo'lsa, grijani ham, osteoxondrozni ham va hokazolarning hech qanaqa aloqasi yo'q.